Hozir biz Alisher Navoiy bobomizning hayotlari haqida ma'lumot beramiz. 1941-yil 9-fevral O'zbek indoz adabiyotining asoschisi va quyoshi, adabiy tilimizni kamolotga yetkazgan Nizomiddin Alisher Binni G'iyosovning kichkina oilasida tavallud topdi. 1945-yil maktabga bora boshladi va maktabda Bolajon podshoh Husayn Baykaro bilan o'qiydi va u yerda umrbod do'stlashadi. 1947-yil ota-onasi bilan birgalikda Iroqqa ko'chdi. Yo'lda 15-asrning buyuk tarixchisi Sharafriddin Ali Yasaviy bilan uchrashdi va uning duosiga musharraf bo'ldi. 1949-yil oila Tafdan Hirotga ko'chdi va u yerda o'qishni davom ettirdi. 1957-yil otasi G'iyosiddin kichkina Abul Qosim Bobur saroyida xizmat qiladi va uni Sabzavor shahriga hokim qilib jo'natadi. 1956-yil Alisher Mashhadga o'qishga ketadi. 1957-yil Abul Qosim Bobur vafot etadi. Abu Said Mirzo Hirot taxtini egallaydi va Alisherni ishga oladi. 1959-yil Alisher Abdurahmon Jomiy bilan tanishadi va bu tanishuv buyuk do'stlikka aylanadi va umrbod davom etadi. Alisher Husayn bilan do'stligidan cho'chigan Abu Said shoirni Samarqandga jo'natadi. 1969-yillar u Samarqandda o'qiydi. Samarqandda buyuk olim Fayzulloh Abdullayev bilan va boshqa donishmandlar bilan tanishadi. Jamoasining buyuk olimlari, me'morlari, buyuk shoirlari va musiqachilari va san'atining buyuk olimlari